Menga bitta motivatsiya bering. Ana shu sassiq ko'rpaning ichidan turdani o'rningdan hoziroq turib harakatga kech. Harakatni boshladani ishingni qilib, ro'zg'oringni terbatib, ota-onangga yaxshi sharoit qilib berish uchun yaxshi harakat qilib, ter to'kib ishla. Erkak sigaret chakib, nosti chakib umring o'tib ketyapti. Orzularing tomoni harakat qil. Sening uchun orzularing uchun hech kim harakat qilmaydi bo'lmasa. O'zing orzung uchun o'zing harakat qilasan. Erkak turdani sassiq ko'rpaning ichidan turib harakatni boshla. Shogird olmaysizmi? Shogird olishim kerak bitta yaxshi o'zimning orqamga qoldiradigan, nasib bo'lsa ijodlarimda davom ettiradigan. Merosimda davom ettiradigan shogird olishim kerak. Chiqarishim kerak. Ertan meni orqamda yurdiradigan, nimalardir bo'lib qolsa, orqamda ertan ishimda yurdiradigan shogird olishim kerak. Ikkita ishni olib qo'yishim kerak har ehtimolga qarshi.